narsalar endi nima qilamiz? Hurmatli klientlarimiz, do'konimiz yopilishi munosabati bilan do'kondagi hamma narsalarga skidka e'lon qilamiz. Bu skidkamizda qizlar, mana shu birinchi etaj magazinimizdagi hamma narsalar 50 ming so'mdan. Bu skidka faqat 2 kun 24-25 kunlar bo'ladi xolos. Qaranglar qizlar, bu 50 minglik skidkamizga mana shunaqangi chiroyli ko'ylaklarimiz, Xitoy ko'ylaklari. Mana shu do'kondagi hamma narsalar 50 ming so'm. Faqat 50 mingdan arzon bo'lgan narsalar, oldin arzon sotilgan narsalarni o'sha narxida olasizlar, lekin oldin qimmat sotilgan narsalar hammasi 50 mingdan. Mana qaranglar, qanaqangi chiroyli dvoykalarimiz bor. Bular hammasi Xitoydagi qimmat dvoykalar 50 ming so'mdan. Mana shunaqangi chiroyli Xitoy dvoykalar, turetskiy mana shunaqangi 250 ming sotilgan dvoykalarimiz hammasi 50 ming so'mdan. Mana shunaqangi naryadning kofta yubkalar, dvoykalar qizlar. Mana shunaqangi chiroyli hamma narsalarimiz 50 ming so'mdan. Mana shunaqangi chiroyli oyoq kiyimlarimiz qizlar hammasi 50 ming so'mdan. Bunaqangi chiroyli pisochnilar, dvoykalar, navarajjonnilarimiz ham 50 ming so'mdan. 35 mingdan sotilgan oyoq kiyimlarimiz 50 ming bas. Bular 35 mingdan olsalaring bo'ladi qizlar. Faqat qimmat narsalarga skidka qo'yilgan. Bu skidkamiz qizlar faqat do'konga kelib oluvchilar uchun. Dastavka ishlamaydi 2 kun. Bemalol do'konga kelib olsalaring bo'ladi. Do'konimiz manzili Navoiyda 9-may O'zbegim tortlarini oldida. Bemalol kelsalaring bo'ladi. Tanishlaringga ham jo'natib qo'yinglar qizlar.